Şuar, şudu. Bak. Hazır Nyu-Jauto'ga qarab yo'lga chiqinglar. Jangbaojiga xabar qil. U barliq aloqalash o'rinlaridagi birodarlarga bugungi shahar sirtiga chiqib ketishni buyruq qilsin. Xo'p. Yana ba. Jangbaoji endi Nyu-Jauto'ga qaytib kelmasin. Changtang u yerni tezda tepib o'lishi mumkin. Sizlar o'ylab beqinglar. Changtang ko'p kunduzda Chunyi Majanxonasini portlatgan yerda. O cho'qim Majanxona xo'jayinining eg'izdan Jangbaojining turayotgan yerini bilib oldi degan gap. Hozirla harakatga kelaylik. To'g'ri. Mayli. Eng nodir, eng yangi, süzük yuqur bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Nima? Hozir boshqa aloqalash o'rnining qanday bo'lib ketganligini o'qidik. Bobigim, endi qanday qilamiz? Tugidi. Hammasi tugidi. Jabba tatib mushaqqatni qurgan tavallikim, Chingtangning qo'lida bir qulubimiz bilan tugishadiganligini o'ylab boqmabdi ekanman. Sen mendan qanday qilamiz deb so'raysan. Men kimdan so'rayman? Chingtangdan so'ramdim. Bobigim, ittifoqlashaylik. Agar mushundoq ketaversak, bizning birodarlarimiz jinidan ayrilib qoladi. İttifaqlashamdim. Men o'zim Pangshuga berib, uning ustidan tekshirdim. Qaytib kelib, xo'jayinga xabarni men doklad qildim. Uning qo'l ostidagilarni o'ldirgizib etdim. Bu Chingtangga nisbatan men uning eng cho'q dushmani. U har qanday odam bilan ittifoqlashsa-mu, meni hargiz qo'yatmaydi. Bobigim, ish bu darajaga bordi. Birodarlar balki qo'rqib ketibdi. Siz hech bo'lmaganda bir qarorga kelsangiz bo'ladi. Bo'ldi, chiqib ket, chiqib ket. Qarapaqa Turqonga Alvasni ko'rganda qo'rqib ketdim. Lekin men Alvas emas. Hech bo'lmaganda hozircha. Sen cho'qim vaqirab tashlamaganingga pushaymon qilding. To'liq afsus. Lekin hozir kechikib qoldim. Amaliyotda nurg'un odamlar bundaq ahvolga yo'liqqanda hammasi sen o'xshash ifoda bildirdi. Shunga sen umidsizlanib ketma. Sen bu yoqqa kirding. Kasbiy maxfiyatlik. Sen zada odammi, olvasdimi? Bayatdan sana aytib berdim. Men hozircha odam. To'g'ri. Majanxonning xo'jayini 7-aka mening turishlik o'rnini aytib berdi, shundaqmi? Shundaq desak bo'ladi. Biroq uningdan og'rinsang bo'lmaydi-da. O halqiliq vaqtda amal yo'q seni setyapti. Biroq u hozir o'ldi. Tushundim. Sening qo'lingdan tirik qochib kelgan odam yo'q. Men Xayma o'lgan kundan boshlab men bu tarafini tushungan edim. Sen xatolashding. Mening odam o'ltirgim yo'q. Sizlar bilan dushmanlashib muqog'im yo'q. Mening kelishdagi maqsadim faqat vazifani o'rinlash. Sizlar xatolashdinglar. Shundoq. Bilma. Sen menga bek o'ch.
so'zlash hojatsiz. Yaxshi ko'rganda ondan nafrat paydo bo'ldi. Men azaldan sizlarni yaxshi ko'rib boqmagan. Shunlashqa nafratmi yo'q? Undaqda yaxshi. Undaqda yaxshi. Agar sen mening hozirgi holatimni bilmoqchi bo'lsang, men sana aytib beray. G'azab. Agar yana bilishni xohlasang, eng ashaddiy raqibimni bu dunyoda sapmasak, yana kelib ko'z oldimda turganini ko'rsam, qanday o'ylayman? Bunimi sana deb beray. Yana g'azab. Abla, cho'ng qo'mondan. Amaliyotda men bu xizmatning ehtiyoji bilan shunday qildim. O'z roziliqim emas. Agar meni qo'yib yursanglar, men o'zim berib xo'jayin bilan paranglashay. Mushuning bilan burun qishlog'i salovat qilib yastak. O'ldir. O'tgan ishqi salovat. Bu so'zni bu yerga ishlatganing to'g'ri bo'lmadi. Mening shunday bilgim bor. Sizlar nimaga salovat demoqchi? Men davlatga ziyon soladigan bir ishni qilib baqdimmi? O'z qarindishimga xoinlik qilib baqdimmi? Meni kompartiyaning jasusi dedim. Meni bundoq deydiganga nima asosing bor? Sizlar boshqalarni chatga qilib qolaymigan gumonlanishdan boshqa yana qandoq ahamiyatli ish qila olasizlar? Sening to'qib chiqqan yolg'on so'zlaring uchun qo'l ostimdagilar jeni orqalab badal to'ladi. Biroq sen xijil bo'lmay o'tgan ishlarga salovat deysan-ku. Acaba bu so'zni men desam bo'lmamdi ekan? Cho'ng qo'mondan. Siz xato tushunib qolsiz. Mening undaq deganim yo'q. Agar sen bugun mening kelganimni biz bilan ittifoqlashishga kaptu deb tushunsang, xatolik ustiga xatolik o'tkazgan bo'lsan. Mushu gaplarni deyish orqali sana bir haqiqatni tushuntirib qo'ymoqchiman. O'zing yig'ishtirolmaydigan avorchilikni to'ldirib yurma. Bo'lmasa, buning uchun cho'qim badal to'laysan. Cho'ng qo'mondan, to'g'ri dedingiz. Cho'ng qo'mondan, eningiz gapida turmadi. Menimcha bundaq bo'lsin. Meni qo'yib yeting. Men sizga 26 kesak 10 ming tanga beray. Sizningcha qanaqroq? Mening gapimni tushunmagan o'xshaysan. Men aqlimda ezibman. Cho'ng qo'mondan, udulli davring. Biz sodlashayli. Ma'qul. Sening hayotingni xo'jayinning hayotiga almashtiramiz. Qanday almashtiramiz? Xo'jayinni ko'rishga taklif qilasan. Ondan o'rnini menga deb bersan. Qolgan ishlar bilan qarin bo'lmasin. Abla, cho'ng qo'mondan, siz bilmaydigan o'xshaysiz. Biz bir ish to'g'riliq, uning bilan ko'rishmoqchi bo'lsak, azaldan o'rin vaqtni u belgilaydi. Yana kelib, dal vaqtida xabar qiladi. Hargizmi bu xabarni bizga oldindan xabar qilmaydi. Buni bilaman. Biroq hozir ahvol o'xshamaydi. Hozirli xabar yetkaz. Uningga men tutib oldim degan. U cho'qim meni uning yoniga opirishini buyurdi. Faqat uning bilan ko'rishsamla, sening vazifang oyoqlashadi. Albatta. Sening hayoting saqlab qolindi. Tushundingmi? Biroq u menga sizni o'ldirib deysiz-ku. Mumkin emas. Chunki mening qo'limda uning lozimli bir narsa bor. Qanday narsa? Chao Yachin. Qandaq? O'ylab baq. Birga bir hayotlik tegishimiz. Arziydi. Ma'qul. Men qo'shildim. Biroq yana bir shart bor. Qanday shart? Vazifani o'rindash uchun men hayotimni sana topshirib turaman. Biroq sana toz ishonch qilmayaptiman. Shu sababdan men bir narsani ko'rga qo'ysan.
Sen qo'l ostindagi birodarlarning tizimlik daftarini menga bergin. Faqat yuvashroq bo'lib, hili ishlatmasanglar, meni xo'jayin bilan ko'rishtirib qo'ysanglar, ishlar oyoqlashgandan keyin men tizimlik daftarini sen qaytarib beraman. Agar men osiylik qilsam, birodarlaringmi sen bilan billa halok bo'ladi. Odamlarim ularni o'ldirib yetadi. Qandaq? Adil bo'lgandi? Ma'qul. Men qo'shildim. Tizimlikchi. Meningcha mush uyning ichida bu deyman. To'g'ri. To'g'ri. U hujra edi. Ma. Tizimlikchi. Tizimlik tatmishchida. Yep gel. Ma'qul. Qandaq? Mening qandaq kirganligimni endi bilgansan? Sen bu maxfiy yo'lni qandaq bilding? Men sen turayotgan bu uyning atrofida 3 soat saqladim. Kech bo'lganda sening eshik baqaringning cho'ng eshikdan chiqib ketayotganligini ko'rdim. Darhol uning keyniga tushib, uni tutib oldim. U sening hujra uyining ostida bir maxfiy yo'l bo'lib, cho'ng yo'lga tutishganligini aytib berdi. Biz yana iliq shart to'g'riliq parxanasak bo'lamdi. Sen vaqtni o'tkazyapding. O'zini aqlli chaqlaydigan odamlar mushunaq oqibatga qoldi. Bobigim, sizga yechish bo'lmagandi. Hayatda sizning to'g'ligan ovozingizni anglab qoldim. Boshqa ish bo'lmaydi. Tayyorlik bitdimi? Tizimlik daftarini topa oldingmi? Mayli. Tez ol. Kim? Fungxue. O'zini tushiringlar. Keracha, siz nima ish keldingiz? Bir shapi bormi? Hammasi normal. Bobiginglarchi? Orqada. Yo'l boshla. Ma'qul. Chiqinglar bu yerda saqlab turinglar. Men bobigimga xabar qilib yetay. Ma'qul. Bobigim. Keracha bilan shu akam sen bilan ko'rishmoqchi ekan. Bobigim. Bobigim. Bobigim, anlatamsiz. Bobigim. Nim bo'ldi? Ovoz chiqmadi. Uxlab qolgan o'xshaydi. Uxlab qoldi. O'tib tur. Bovji? Bovji. Bovji? Bovji. Bovji? Pichoq. Tez odam chaqir. Babo, tez kelinglar. Bobigim o'libdi. Tez kelinglar, qotilib ekan. Tez kelinglar. Hammang ig'zon yumish. Qon qaytib qopti. Uning o'lganiga oz degandim yarim soat bo'pti. Buni kim qilgandi?
Buna qalan Çın Tangmıdı? Uningdan boshqa yana kim bor deysiz? Biroq u qanday kirgandi? Nemishqa birozmi shapsni anglamagandiq. O'ylab beqinglar. Kelar qatimqisi kim? Uka. Rostla uka. Ba'zi vaqtlarda men rostla gumonlanib qolaman. U zot odammi yoki alvostimi? O'ylanib qo'g'daydiganlar nihoyat ko'p. Uy ichining eshik derazalari qattiq taqaqliq tursa, u qandaqmi kiralsin? Bu yoqqa kela. Bu uyda deraza eshiklaridan boshqa yana maxfiy yo'llar bormi? Ha, to'g'ri. Bobigimning karavot oldida bir maxfiy yo'l bor. Udil sirtib tutishdi. Qayerda? Bu yoqda. Yuring. Chatoq bo'ldi. Voy xudoyim. Nima degan vahshiy. Jamoatchining orqasida yechog'li to'sqandiq. Hozir shaharga qaytib xo'jayinga do'kon qilaylik. Tez bo'ling. Eng nodir, eng yangi, suzukligi yuqori bo'lgan filmlar Salkin Suzuk film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Chiroqni o'chirib o'ting. Hujram kiraylik. Bu nima qilganingiz? Birdam orom elib olay. Orom olaman. Qasrga berib bir narsamni elib olay degandingiz-ku. Aldab qo'ydim. Aldab qo'ydim. Nimishqa aldaysiz? Buningdan qusur chiqarib, savol so'rashingizdan qo'rqdim. Ammo hozir nimishqa qo'rqmadingiz? Hozir bexatar bo'ldik. Savollaringizga javob berishga endi vaqtim ko'p. Hech bilmadim. Siz zada nimani o'yladingiz? Biz endi bundan keyin 16-nomerli qasrda turamiz. Nima? Sarang oldingizmi? Ular sezib qoladi. Eng xatarlik joy, eng bexatar. Ular hargizmi bizning qaytib kelib bu yerda turayotganimizni bilmaydi. Siz sarang olibsiz. Men bu yerda turmayman. Ketaman. Biz mayli qayerda turmayli. Xo'jayin uchun bizni tepib olish uncha tasdiq emas. Faqat bu yerlar eng bexatar. Ular aslo bu yerga kelmasmi?
ikkimiz tanışqandan beri men xatolik o'tkazib baqdimmi? Yo'q. Shunlashqa, ma ishonishingiz kerak. Ma'qul. Ish qilib siz bekitib bo'lgan ishni o'zgartmaysiz. Quruq so'zligim qiladi. Men ko'nib qoldim. Ularning hammasi mening deganimning to'g'ri bo'lganligida, to'g'rimi? Undaqda biz bir uyda birga turamdik. Agar xohlasangiz, hujur uyingizga qaytib uxlasangizmi bo'laveradi. Bu ya eng bexatar. Rasmi? Albatta. Amsa uyim kirib ketay. Men rasl chiqib ketdim. Ko'ribmi belgili bo'ladi. Yolg'onni qamlashtirmaysiz. Hech bo'lmaganda meni qiling desangiz bo'lmamdi. Sizga qulaysiz bo'lib qolmasin deb o'yladim. Bahona tepishga amra qilsiz. Amaliyotda bu tosh yuraklik qilganlik. Men nima o'yladim, siz nima o'yladingiz? Buning tosh yuraklik bilan nima munosabati? Agar xohlasangiz, musha tursangiz bo'ladi. Yaningizda men bo'lsam, hech bo'lmasa bexatar his qilasiz emasmi? Qo'g'dishingizga muhtoj emasman. O'zim yolg'iz tura olmayman. Ixtiyoringiz. Siz yaxshi, yomonkansiz. Agar kunlarning birida meni birisi o'ltirmasa pushaymon qilmang. Nima degan avorchilik bu? Kimni avorchilik deyapsiz? Sizning maqsadingiz uni buni deb ketmaslik qo'shu. Ma'qul. Bu yerda turing. Burunqidek bo'lsin. Siz karvat uxlang. Men kresloda uxlay. Mal gapingiz bo'ladi. Yachin. Men birdamdan keyin sirtqa chiqib kiray. Sirtqa? Nega borasiz? Ish bajargili. Nega bordiganligingizni bilaman. Shundaqmi? Qanday paqma? Uning bilan ko'rishmoqchi. To'g'ri. Kimki ayol kishining aql parastini tuvanchaqlab qolsa, shu kishi ziyon tortadi. Ko'z bo'yamchilik qilaman deyman. Uning bilan nimishqa ko'rishsiz? Xotirjam bo'lanmadingizmi? Esingizdami? Dunyo mehmonxonasidan ayrilgan chog'da men Lini Yushanga siz bilan aloqalashman deb va'da bergan. Va'dangizda turdi ekansiz. Yachin, ko'z oldimizdagi ahvol sizga muayyan. Biz yolg'iz kurash qilyapmiz. Shu sababdan o'xshash bir vaqtda qarishtirish uchun cho'qim dushmanning ahvolini bilishimiz kerak. Hargizmi qarg'ulash ish ko'rsak bo'lmaydi. Agar bunday qilsak, o'z hayotimizni saqlab qolamaganning ustiga cho'ng ishlarni buzib qo'yamiz. Sizning ish to'g'rimi? Dushmanning ahvolini bilish uchun cho'qim Liyushan bilan ko'rishingiz kerakmi? To'g'ri. U degan asosli qadam. Nima degan chiroyli bahona bu? Siz nimishqa har qaytim bahona topganda ko'nglingizga hissiyotingizni yoshirib olasiz. Ko'nglimdagini yoshirmadim. Albatta bahona tepishimning hojati yo'q. Agar ko'nglimdagi hissiyotim to'g'riliq so'zlashga to'g'ri kelsa, hozir mening faqat bir aqidam bor. U bo'lsa qanchalik bedel to'lashimdan qat'iy nazar dushmanga hujum qilib, xo'jayinni balduroq o'zini oshkorlash qistash. Men aqidangizni tushunaman. Biroq siz izchil hissiyotingizni yoshirib kelyapsiz. Men bilaman. Siz uni yaxshi ko'rasiz. Har vaqt eslab turasiz. Nimishqa e'tirof qilmaysiz. Siz o'z ko'nglingizni o'ylaganlaringizni menga taqmoqchimi? Undaqda bo'pti. Rasululloh shunaq o'ylagan bo'lsangiz. Mening sizga deydigan gapim yo'q. Sizning deydigan gapingiz yo'q emas. Gapingizda deyishga petinolmaysiz. Agar kimki er kishini yo'lsiz desa,
Men uning bilan tutishib boqaman. Meni g'araz qilmaydi odamsiz. Undaq emasmi? Amaliyotni mening qanday qiladiganligim ko'nglingizga ayon. Men mangdim. Ehtiyot qiling. Sizni saqlayman. Ma'qul. Jangbauji o'ldimi? O'likmi, tirikmi uqil bo'lmaydigan holatda ishkendek tamg'a yo'linib qapti. Bekmi qo'rqinchliq. Uning harakati bakil tez bo'lgandimi, odamni aqli yetmaydi. Odamni qo'rqinish bosqandekli qilib qo'ydi. Shundoq. Xo'jayin, shu yerning inkosi bek tez bo'ldi. Bo'lmasa bizmi Jangbaujiga o'xshash u olamga safar qilgan bo'lardik. Chingtang maxfiy yo'l ichik bomba o'rnatib, faqat harakatlansa o'zlikdan portlaydigan qilib qo'yibdi. Baxtga yarasha, men uni baldir payqab qoldim. Ko'pchilikni yetilinglar dedim. Shunga bo'lmasa Bu cho'qim Javyachinning ijodiyati. Bir mergen qatilga bir portlash mutaxassisi qo'shilsa, bizning ahvolimiz texmo tas. Xo'jayin, boyatni topshirib olgan dokladda kech bo'lganda kompartiya bizni 4 aloqalish o'rnimizni ishg'ol qilyapti. Nima? Baxtga yarasha aloqalish o'rinlaridagi birodarlar burunlar xabar tepib bo'pti ekan. Qaraganda kompartiya so'roq jarayonida xabarga ega bo'lgan o'xshaydi. Avval Shinshuyandagi xarobliqda, ondan Dingyu mehmon saroyida, Chunyi Majanxonda, endi bo'lsa Jangbauji uning qo'l ostidagi 6 maxfiy aloqalish o'rni. Bir necha kun ichida biz ishki polkovnikdan 60-70 odamimizdan ayrilib qoldik. Bilmadik, qanday vaqtlarda navbat bizga kelib qolar ekan. qaytib kelayotganda, menga xuddi ishki ko'z bizni marlab kelayotgandek, u har vaqt oldimizda paydo bo'lganidek his qilib ketdim. Demasam bo'lmadi. Biz bir o'lim girdoviga olib qo'ydigan mutaxassis uchrab qoldik. U o'zini tutib olishni, o'zini yoshirishni ham fursatni ching tutishni biladi ekan. U doim paydo bo'lganda sening keyin tarafingdan paydo bo'ladi. Biz halqiliq paytda gaz qarg'u bo'lib qilib, uning qurboniga aylanib ketamiz. Bu Jangbaujining uyiga qoldirib qo'ygan xat. O'ylab beqinglar, kelar kun navbat kimga keladi? Biz bu odamdan chishiga xato tegib qo'yibdik. Endi bu tragediyani yig'ishtirish tezga tushadigan bo'ldi. Bala qazo keldi-ku. Chingtang yana mushundaq jidal qiladigan bo'lsa, u burkiti planni ijro qilishga amalsiz qilib qolmasdan, balki biz hamon bir kuni kompartiyaning qo'lida oshkorlanib qolamiz. Jangbaujining tavallikdagi bir necha aloqalish o'rni kompartiya tarafidan osonlik qo'lga tushdi. Mana bu bizni uyg'otib qo'ydi. Chingtang o'lmasa, bizga yaxshi kun yo'q. Biroq qanday qilsak uni yo'qota olamiz? U odam bekmi qo'rqinchli ekan. Xo'jayin, xo'shalliq bo'lmasa aytib qo'yay. U yana mushundaq jidal chiqarib yursa, uni o'ldirdik degan taqdirda bizning odamlarimiz tugishidi.
eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Qo'lingizni ketiring. Sizning bir qo'lingiz bormi? Bu yoqqa o'riling. Qo'limni tushasan bo'la? Bo'lmaydi. Tang atqich ko'tarib turasiz. Hech bo'lmaganda qo'limnikini yavilib, ondan ko'tarib turay. Bu yerga qanday kirdingiz? Darizdan. Shek mendek odamlar uchun tayyorlanganday qilmaydi. Axir keldingiz. Endi bu qo'limni tushasan bo'lamdi. Ixtiyoringiz. Rahmat. Qo'sug'im ochdi. Bir narsa teplay degandim. Uyg'otib atdimmi? Siz bak eski ekansiz. Bir kun kashkichi soyingizni mi ko'rsatmadingiz? Xuddi jinga o'xshash. Buningga to'yamsiz. Yana boshqa narsa bo'lsa, akasingiz yeyaveraman. Saqlab turing, sizga tamaq etib beray. Xo'jayin, bir gapni qilsam bo'larmi, bo'lmasmi? Ayta. O'z vaqtida Chingtangni kompartiya deb gumonlanganda haqiqatan qo'limizda isbot yo'q edi. Faqat Jangbojining so'zi bilanla uni dushman deb qo'l ostidagilarni o'ltirib etdik. Bu haqiqatan chakdan eshib ketdi. Chingtang bundaq uvalchilik tatgandan keyin yana Shapingbada yig'in zaldagi qaslab o'ldirish planini o'rnadi. Mana bu uning kompartiya emasligini isbotlab beradi. Mundaqcha aytganda, o'z odam edi. Biroq shu kuni kechida biz yana bo'shashmay Dongyun mehmonsaroyiga odam avatib uni o'ldirmoqchi bo'ldik. Uning o'rnida boshqa birimiz bo'lgan bo'lsak-mu ochig'imiz keladi. Xo'jayin, nimali demayli, Chingtang o'z odamimiz. Sizningcha ko'pchilik birga o'ltirib ittifoqlashib, cho'ng ishlarni vujudga chiqarsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Yana kelib, Chingtangning qobiliyati bor. Ko'pchilikning bir niyat, bir maqsad bilan bir kut o'g'lash planini o'rinlash uchun mushunday qobiliyatli odam qo'shilsa, meningcha ishlarimiz cho'qim o'ngishli bo'ladi. Bu ko'pchilikning fikrimi? Xo'jayin, shu to'g'ri aytdi. Oldingi ishlarda biz haqiqatan xatolashdik. O'z vaqtida Li Yinshan bilan Li boshliqning gapini anglagan bo'lsak, biz bu darajaga tushib qolmagan bo'lardik. Voy bo'ldi. Endi bu gaplarni qilganimiz bilan o'rniga kelmaydi. Yanala amal topaylik. Nurg'un birodarlarimizdan ayrilib qoldik. Endi ittifoqlashimiz desak, ularga nima deb javob beramiz? Biroq xo'jayin, o'ylab baxtingizmi yo'q? Yana mushunda qilaversak, ziyondan cho'g'ini tatimiz. Ahvolni qo'l ostimizga birodarlarga to'g'ri tushuntiraylik. Ular cho'qim to'g'ri tushunadi. To'g'ri. Xo'jayin, agar siz o'tirg'i chiqishni xohlamasangiz, biz sizning o'rningizda o'tirg'i chiqib tushuntirsak bo'ladi. Faqat urushni to'xtatib, eg'iz upratgandan nemisi yomon? Qaraganda sizlar Chingtangdan o'ligidek qo'rqib ketibsizlar. Urushayli degan so'zni qilishdanmi qo'rqib ketibsizlar? Xo'jayin, urushmayli deganimiz yo'q. Urushga amalsiz qoldik. Siz qarshi tarafni ko'ramisiz? Biroq qarshi taraf sizga kun bo'yi ko'z tikib tursa, sizlarga ittifoqlashayli deysizlar. Biroq Chingtangchu u endi bizga ishonmaydi. Tunuguniga Xtingyuan mehmon saroyidagi qotillik uning bizga bo'lgan ishonchini yadi qo'ydi. Endi kim yana uni qoyil qila oladi? Xo'jayin, Tayvanga telegraf avatdi. Mao idora boshlig'i o'z qo'li bilan bu ishni bartaraf qilsin. Chingtang Mao idora boshlig'i bir qo'lliq tavsiya qilgan odam. Chongqingda bundaq ishlar yuz berdi. Endi Mao idora boshlig'i so'rab qolsa, uning nima deb javob beraman? Xo'jayin, hozirgi vaziyatga bog'liq bo'lib qoldi. Bundan boshqa yaxshiroq amal yo'q. Yana mushundaq ketaversa, yig'ishtirishga amalsiz qolamiz. Biz bu yerda kompartiyaning besimidan qutulamadik. Hamma narsadan qo'rqib, haqiqiy salohiyatimizni oshkorlayamadik. Biroq uchu bu tarafdan foydalandi. Bizni pasib urunga tushirib qo'ydi. Urushga texi bo'lmagan, ittifoqlashga texi bo'lmagan. Biz haqiqatan tanglikda qoldik. Xo'jayin, munda qilsa qanday bo'lar?
Ma idora boshlig'iga avatilgan telegrammaga hamma ishlarni oshkora yozmay, ba'zi ishlarni yepibroq deyli. Faqat bizning o'tirimizda biroz o'xshamaslik bo'lib qolgan deyli. Bo'lamdi. Ruşen, Bak. hozirda buyruqimni yetkaz. Chingtangni o'ldirishga aytgan odamlar qaytib kelsin. Harakat amaldan qoldi. Hop. Bayatdan Ruşen to'g'ri aytdi. Ish bu darajaga berib yetganda, uning bilan yana ilishsak, ziyonni ko'p tortib ketamiz. Men mau idora boshlig'iga telegramma yo'llay. U o'tirg'i chiqib ishlarni besiq tursin. Bu bizning eng oxirgi qitimliq urinib beqishimiz. Natijaga erishishimizni umid qilaman. Hozirgi planimizda mayli urushayli yoki ittifoqlashayli yoki qandaq natijaning chiqishidan qat'iy nazar, avval qilgan ishimiz cho'qim Chingtangni Chongqingdan ayirish kerak. Bo'lmasa, keyin bizning tortadigan ziynimiz texmi cho'ng bo'lib ketadi. Biroq, qanday qilsak u bu yerdan ayrildi. Ay, Yushan yig'inga nima ish qilganmidi? Ha, men unga xabar qildim. Biroq u odam o'ldiradigan bunday qabih ishlarga aralashmayman deb qatnashmadi. Hay, bo'ldi Yushan nizar. Hadisli o'zimning bilgini qilaman degan. Uni o'zgartirishga zod amal qilamidik. Yushan, sen at uning bilan aloqalashib, uningga mening ko'rishkim borlig'ini aytib qo'y. Ma'qul. Hamma ishlar shuningga bog'liq bo'lib qoldi. Yana boshqa narsa yegingiz bormi? Bu uyda siz yolg'iz turamsiz? Agar siz kechib kelishni xohlasangiz, har vaqt qarshi olaman. Makonsiz qolgan vaqtimda bir gap bo'lsin. Mana hozirmi uy makonsiz qoldingiz-ku. Xo'jayin necha turkumlab odam avatib, sizning izdirgingizni qilyotdi. U bekadim bekaja patatyotdi. Shundoq ishonchingiz bormi? Ish qilib, ishonch eski ish emas. Qarg'ulachi bo'lmasizlar. Siz kelayli, qanaqroq turyapsiz? Dangyu mehmon saroyidan qaytib kelgandan buyon xo'jayin men bilan aloqalashib baxmadi. Meningcha, u sizga burunqidek ishonmasligi mumkin. Balkim. Kechiring. Bu ishqa sizni chetib oldim. Undaq deyishingiz hajatsiz. Keladiganlar cho'qim keladi. Menmi undaq xushomat qiladiganlardan emas. Bugun kash Lirishan yig'in borlig'ini aytgan edi. Lekin men rad qilyaptim. Nemishqa? Men ularning planini bilsam, cho'qim sizga aytib beraman. Biroq qarindoshlarga xayirlik qilish bu mening prinsipimga o'yg'in emas. Shunga eng yaxshi barmoqnim tuzuk. O'ylab boqmabdiman. Haqiqatan prinsipchi ekansiz. Men ularning rastilla sizni o'ldiradiganligini bilsam-mu, yolg'ondan gaz qochib o'ltirsam bo'ladi. Biroq ularning planini sizga aytib qo'ysam, nurg'ulg'an odam ig'ir talafotga uchraydi. Shunga men sizni so'ramayman. Biroq yanala sizga rahmat aytaman.